Bir akamiz Odilxon bilan Saturn urushsa, o'zim yaxshigina gonorar o'rtaga tikaman debdi. Odilxon yutib qo'ysa Saturn zo'r bo'lardi, shu bolani tugatsa deb. Hayron qoldim. Podkastda savol berilib, bunaqa jo'ski javob berishga hayron qoldim-da. Men u akani tanimayman. Qanaqa bu aka bir zararim tekkan ekan, meni bu darajada yomon ko'rib, yutqazishimni kutadigan darajada yodida qolgan ekanman. Xudo xolasa shuni eshitib qo'ying akajonim. Men sizni tanimayman, mendan yoshingiz katta bo'lsa kerak. Men yerga bulongacha boraman. Xudo xolasa inshaalloh yutaman. Men bejizga bu yerga kelmadim. Bekorga paydo bo'lmadim. Men media bayis bo'lsam ham gapiraman, mehnat qilaman, trenirovka qilaman, harakat qilaman. Men oilam uchun har narsaga tayyorman. Men birovni urib maza qilmayman, lekin oldimga qo'yilgan maqsadlar oldida hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Klitkani ichida albatta. Jonlaring sog' bo'lsin. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. O'zbekning bolasi bilan men urushmayman. O'zbekning bolasi bilan talashadigan hech narsam yo'q. Men jahon arenalariga chiqqan yigitman. Men uchun o'zga yurtli raqiblar talaygina. O'shalar bilan mushlasha qolay. To'g'rimi do'stlar? Jonlaring sog' bo'lsin, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Kapalayam shu vaqt o'shda. Rostlik uchun yonimdadir bu gaplarim. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.